Ko'chat ekish bu ishning faqat boshlanishi. Haqiqiy natijasi esa to'g'ri va muntazam parvarishga bog'liq. Ekilgan daraxtlarning keyingi taqdiri tegishli mutasaddilar tomonidan doimiy nazoratga olinadi. Joriy yil 25-mart kuni davlatimiz rahbarining farmon va qarorlari chiqdi. Bu qarorda har bir ekiladigan hududda egasi bor, mas'uli bor. Albatta endi vijdon amriga quloq solib, bugun ekkan daraxtlarimizga aholimiz o'zi ham ekishga mas'ul bo'lish kerak. Ayniqsa mana mustaqilligimizda 35 yilligiga 35 ko'chat aksiyasi juda jadal boshlandi. Men o'ylayman, har bir yurtdoshimiz, har bir aholimiz bu yil mustaqilligimizni 35 yilligiga atab kuzgi mavsumda ham oldimizda imkoniyat bor. 35 dan daraxt eksak, uni ko'kartirsak, tasavvur qiling, mamlakatimiz yashilligi qanchalik ko'payadi. O'zbekiston sharoitida ekilgan daraxt sug'orilishi shart. Biz bu hozir ekadigan hududimizda yog'ingarchilik 700-800 mm bo'lganligi uchun birinchi, ikkinchi yilga suv bersak, keyin suv shart emas. Xulosa qilib aytganda, daraxt ekish bu ekologik muammolarga qarshi kurashishning eng oddiy, ammo eng samarali yo'llaridan biridir. Har bir ekilgan nihol bu toza havo, sog'lom muhit va barqaror kelajak sari tashlangan muhim qadamdir.